Yangiliklardan tezkor xabar topish va kanalimiz rivoji uchun obuna bo'lishni unutmang. Federal qidiruv byurosi Zelenskiyni 10 milliard dollarini o'g'irlashda ayblashi mumkin. Rada deputati bayonoti. Oliy Rada deputati Aleksandr Dubinskiyning ta'kidlashicha, AQSh vakillari Vladimir Zelenskiy bilan o'tkazilgan muzokaralar chog'ida unga ultimatum qo'ygan. Yoki hokimiyatdan ketish, yoki AQSh Federal qidiruv byurosi tomonidan 10 milliard dollarni o'zlashtirish bo'yicha rasmiy ayblovlar e'lon qilinadi. Dushanba kuni AQSh prezidenti maxsus vakili Steve Witkoff, AQSh yetakchisining kuyovi Jared Kushner va Zelenskiy ishtirokida Ukraina mojarosini tartibga solish bo'yicha 2 kunlik muzokaralar yakunlandi. OVV xabarlariga ko'ra, tomonlar qator masalalar bo'yicha kelishuvga erishgan. Witkoff esa sezilarli taraqqiyot borligini bildirgan. Ma'lumotlarimga ko'ra, amerikaliklarning Zelenskiy va uning atrofidagilarga AQSh moliyaviy yordamini o'g'irlash bo'yicha umumiy da'volar miqdori 10 milliard dollar, deb yozdi Dubinskiy Telegram kanalida. Deputatning aytishicha, Ukraina va AQSh delegatsiyalari uchrashuvi davomida AQSh vakillari Zelenskiyga tanlov qo'ygan. Hokimiyatdan ketish va Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning shaxsiy kafolatlari ostida Fransiyaga ko'chib o'tish yoki Zelenskiy va uning hamkorlariga nisbatan FKB tomonidan rasmiy ayblovlar qo'yilishi. Dubinskiyning so'zlariga ko'ra, Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi rahbari Rustam Umerov allaqachon ayblov hujjatlari loyihalari bilan tanishtirilgan. Zelenskiy 28 noyabr kuni o'z ofisi rahbari Andrey Yermak iste'fo arizasi yozganini ma'lum qilgan. O'sha kuni Yermakni lavozimidan ozod etish to'g'risidagi farmonni imzolagan. Yermakning iste'fosidan oldin uning kvartirasida tintuvlar o'tkazilgan bo'lib, bunga Ukrainadagi energetika sohasidagi korrupsiya mojarosi sabab bo'lgan. Ushbu ishda Zelenskiyning yaqin hamkori biznesmen Timur Mindich asosiy figurant sifatida ko'rsatilgan. Ukraina Milliy korrupsiyaga qarshi byurosi 10 noyabr kuni energetika sohasidagi keng ko'lamli maxsus operatsiya o'tkazayotganini ma'lum qildi va operatsiya davomida topilgan chet el valyutasi solingan sumkalar tasvirlangan fotosuratlarni e'lon qildi. Rada deputati Yaroslav Zheleznyakning bildirishicha, NABU sobiq energetika vaziri va hozirgi adliya vaziri German Galushchenko hamda Energoatom kompaniyasida tintuvlar o'tkazgan. Ukrainskaya Pravda nashri manbaga tayanib, NABU xodimlari Zelenskiyning hamkori bo'lgan biznesmen Timur Mindichnikida tintuvlar o'tkazganini, biroq u Ukrainani tark etishga ulgurganini yozdi. Keyinchalik NABU energetika sohasidagi korrupsiya ishi bo'yicha audio yozuvlardan parchalarni e'lon qildi. Ularda idora tomonidan Tenor, Rocket va Carlson deb nomlangan shaxslar tilga olinadi. Zheleznyakning ma'lumotiga ko'ra, Carlson, Mindich, Tenor Energoatomning vakili Dmitriy Basov va Rocket sobiq energetika vaziriga maslahatchi bo'lgan Igor Miranyukdir. NABU 11 noyabr kuni energetika sohasidagi korrupsiyaga aloqador jinoiy guruhning 7 nafar ishtirokchisiga ayblov e'lon qildi. Ish bo'yicha sobiq bosh vazir o'rinbosari Aleksey Chernyshev ham gumonlanuvchi sifatida ko'rsatilgan. Zelenskiy 13 noyabr kuni Mindich va uning asosiy moliyachisi Aleksandr Tsukermenga sanksiyalar joriy qildi. Oliy Rada 19 noyabr kuni korrupsiya ishida tilga olingan German Galushchenkoni adliya vaziri lavozimidan, Svetlana Grinchukni esa energetika vaziri lavozimidan ozod etdi. Yangiliklardan tezkor xabar topish va kanalimiz rivoji uchun obuna bo'lishni unutmang.